Yaponiyaning iLife brendidan juda ham ajoyib hamyonbop namlantiruvchi vositamiz B vitamini. Ushbu vitaminimiz asosan glitserin, gialuronat natriy va B5 vitaminidan tarkib topganligi sababli namlikni oshirish va teri quruqligini oldini olish uchun maxsus ishlab chiqarilgan. Teriga yangilangan va namlantirilgan ko'rinish bag'ishlaydi. Buni har kuni surish orqali terini yumshoq namlantirish va oziqlantirish evaziga terining sog'lom va yaltiroq ko'rinishiga erishish mumkin. Ushbu namlantiruvchimiz birinchi ajinlarning paydo bo'lishini kechiktiradi va mavjudlarini tekislashi mumkin. Gialuronat natriy terida nafas oluvchi plyonka hosil qilib, teri namligini ushlab turadi va terini himoya qilish uchun begona bakteriyalar, chang va ultrabinafsha nurlarning kirib kelishini bloklaydi. U tezda teri qavatiga kirib, kapillyarlarni kengaytiradi, qon aylanishini yaxshilab, teri hujayralariga ozuqa moddalarini so'rilishini rag'batlantiradi. Ajinlarni yo'q qilish, teri elastikligini oshirish va qarishni kechiktirish funksiyasiga ega. B vitamini esa yog' bezlarining ishlashini tartibga soladi va turli husnbuzar ugrilarning chiqishini nazorat ostiga oladi. Menga tez so'rilib ketmaganiga e'tibor bermang, sababi уже 8-marta so'rayapman, videoni olishni o'zi bo'lmadi. Juda ham ajoyib namlantiruvchi hamyonbop vositamiz.